Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va onaxonlar. Bugungi videoda siz hovlingizdagi tovuq va chorva mollarini musodara qilishga qanday qonuniy qarshilik ko'rsatishni bilib olasiz. Davlat nafaqaxo'rlarga qarshi yangi urush e'lon qildi shekilli. Togrimi? Endi hatto tomorqamizdagi tirikchilik manbaimizga ham ko'z olaytirilyaptimi? Bu qanday adolatsizlik, aziz do'stlar? Yaqinda epidemiologik xizmatning favqulodda 12 raqamli protokoli haqida xabar kelib tushdi. Unga ko'ra, go'yoki parranda grippining yangi mutatsiyasi bahonasida shaharlarimizning chekka mahallalarida ham tovuq va boshqa turdagi chorva mollarini saqlash qat'iyan man etilar ekan. Eng yomoni shundaki, inspektorlar militsiya xodimlari bilan birga hovlilarga bostirib kirish, hayvonlarni tovon puli to'lamasdan musodara qilish va hatto 5 bazaviy hisoblash miqdorida, ya'ni 1,7 million so'm miqdorida jarima solish huquqiga ega bo'lishlari mumkinligi aytilmoqda. Bu xabar oddiy, halol mehnat qilib kun ko'rayotgan xalqimiz uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun katta zarba emasmi? Aziz onaxonlar, otaxonlar, bilaman, siz bir umr halol mehnat qilib, farzandlaringizni, nabiralaringizni shu kichik chorvachilikdan topganingiz bilan boqib kelgansiz. Har bir tuxum, har bir chorva mollari sizning rizqingiz, farzandlaringizning kelajagi uchun ter to'kib qilgan mehnatingiz natijasi emasmi? Qancha odamlar, ayniqsa qariyalarimiz, pensiya jamg'armasidan olayotgan arzimagan nafaqasiga qo'shimcha tarzda hovlisidagi 1-2 tovuq yoki bitta-ikkita qo'yi bilan kun ko'radi. Bu chorva siz uchun shunchaki hayvon emas, balki tirikchilik manbai, ro'zg'orning kamkostini to'ldiradigan yagona umid, ba'zan esa yagona do'stdir. U sizga 60ingizdagi mashaqqatli mehnatni eslatadi, farzandlaringizni oyoqqa turgazish uchun chekkan zahmatlaringizni ko'rsatadi. Bu sizning gururingiz, vijdoningiz, mehnatsevarligingiz timsoli. Endi ular shuni ham tortib olmoqchimilar? Bu qanday adolat? Qanday qilib bir umr vatanga xizmat qilgan, farzandlar o'stirgan keksalarning rizqiga, uyga, tinchligiga shunday qo'l cho'zish mumkin? Menga ayting, qancha yildan beri hovlingizda chorva boqasiz? Oilangizga qanday naf keltiradi? Bu borada o'z tajribangizni yozib qoldiring, fikrlaringizni biz bilan bo'lishing, toki biz buni ko'pchilikka yetkaza olamiz. Qonunlar o'zgarishi tezlashib borayotgan bir paytda huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan ogoh etib turadi, sizni ma'lumotlar bilan qurollantiradi va sizga kerakli huquqiy maslahatlarni berib boradi. Zero ogohlantirilgan, qurollantirilgan degan hikmatli so'z bor. Bir paytlar hali Sovet davrida ham, mustaqilligimizning ilk yillarida ham qishloq joylarda, hatto shaharning chekka mahallalarida ham chorva boqish oddiy hol edi. Bu nafaqat oila budjetini mustahkamlash, balki farzandlarga mehnatsevarlikni o'rgatishning ham bir usuli edi. Har bir xonadonda tovuqlar goq-goq, qo'ylar marab hovlilarimizga fayz kirgizardi. Onalarimiz, buvilarimiz nonushtaga issiqqina qaynagan tuxum qo'yib berishar, nabiralarni mol suti bilan boqishar edi. Bu shunchaki iqtisodiy faoliyat emas, balki millatimizning bir qismi, urf-odatlarimizning davomi edi. Bu ajdodlardan meros bo'lib kelgan an'ana edi. Xalqimiz doimo o'z mehnati bilan rizqini topib kelgan, hech kimga qaram bo'lmasdan, o'zining peshona teri bilan yashashni afzal ko'rgan. Endi esa o'zimizning davlatimiz bizni qancha yillardan beri shu vatanga sidqidildan xizmat qilgan fuqarolarni, ayniqsa nafaqaxo'r qariyalarimizni qandaydir yangi protokol bilan qo'rqitmoqda. Bu protokolning mohiyati asosan sanitariya va epidemiologik holatni yaxshilash deya tushuntiriladi. Ammo bu bahona ostida oddiy xalqning mol-mulkiga, tirikchilik manbasiga daxl qilishga urinishlar bo'lsa, bunga qanday chidash mumkin? Axir nafaqaxo'rlik bu inson umrining bahori emas, balki kuzidir. Kuzda hosil yigiladi, inson o'z mehnati samarasini ko'rish kerak. Ammo bizning jamiyatda aksincha bo'lmoqda. Qancha onaxonlarimiz, otaxonlarimiz pensiya jamg'armasidan o'zlariga tegishli nafaqani olish uchun qancha eshiklarga bosh urishadi, qancha hujjatlar yig'ishadi, qancha byurokratik to'siqlardan o'tishadi. Nafaqaxo'rlarimizning aksariyati o'z-o'zini ta'minlashga majbur, chunki davlat nafaqalari bugungi kun talablariga javob bermaydi. Hatto eng oddiy ehtiyojlarni ham qoplashga yetarli emas. Eng katta xavf ostida, shubhasiz, qishloq joylarda yashovchi, asosiy daromad manbai kichik chorvachilik bo'lgan yolg'iz nafaqaxo'rlarimiz, boquvchisini yo'qotganlar va nogironligi bor fuqarolarimiz turadi. Tasavvur qiling, Omon buva umri bo'yi kolxozda fidokorona mehnat qilgan, peshona teri bilan 2 xonali uy qurgan.
Nafaqasiga faqat dori-darmonga zorga yetadi. Hovlisidagi 20-30 ta tovuq esa uning nabiralariga go'sht va tuxum bilan yordam beradi. Bozorga olib chiqib, 3-4 so'm pul topib, o'ziga kerakli kunlik ehtiyojlarini qondiradi. Endi ular Omon buvaning shu yagona tirikchiligiga ham ko'z olaytirmoqdami? Yoki mehribon momoni eslang. U 5 farzandni katta qilgan, eri urushda halok bo'lgan. Qiyinchilikda yashagan, hovlisidagi bitta sigiri va 10 ta tovuqchasi bilan bolalarini, keyin nabiralarini boqqan. Hozir ham yoshi 80 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa-da, shu chorvasi tufayli o'zini mustaqil his qiladi. Bolalariga qaram bo'lmaslikka harakat qiladi. Bu kabi misollar minglab topiladi. Ular davlatga ogirlik qilmay, o'z mehnati bilan yashayapti. Shu insonlar o'z-o'zidan tirikchilik qilishni afzal ko'radilar, lekin bizning ba'zi amaldorlarimiz bunga ham yo'l qo'ymaslikka urinishmoqda. Ayni damda esa pensiya jamg'armasi ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlarga nafaqalar oshirilishini e'lon qilishi mumkin. Bu ko'pincha urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki uzoq yillik stajga ega bo'lganlar kabi maxsus xizmatlari bor toifalar bo'lishi mumkin. Albatta, bunday hurmatga sazovor insonlarning nafaqalari oshirilishi kerak va bu adolatdan. Lekin oddiy chorvasi bilan kun ko'rayotgan, ammo maxsus xizmatlari qayd etilmagan, lekin bir umr halol mehnat qilgan insonlarchi? Ularning mehnatini kim qadrlaydi? Ularning rizqini kim himoya qiladi? Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik bu vaziyatda nima qilishni bilmay shunchaki qo'l qovushtirib turishi mumkin. Ammo biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Sizning mahallingizda yoki atrofingizda shunday holatlar bo'ldimi? Kimdir allaqachon chorvasidan ayrildimi? Fikrlaringizni biz bilan bo'lishing, toki biz birgalikda yechim topishimiz mumkin. Har bir siz yozgan sharh, har bir sizning hikoyangiz bu adolatsizlikka qarshi kurashimizda muhim ahamiyatga ega. Endi esa ushbu noxush vaziyatdan qanday chiqish, o'z huquqlarini qanday himoya qilish kerakligi haqida aniq tavsiyalarimni bermoqchiman. Birinchidan, unutmaslik kerakki, har qanday inspektor yoki militsiya xodimi hovlingizga kirishdan oldin o'zining xizmat guvohnomasini va sizning mulkingizni musodara qilishga ruxsat beruvchi sud qarorini yoki tegishli ruxsatnomani talab qiling. 12 raqamli protokol umumiy qoida. U sizning shaxsiy mulkingizga daxl qilish uchun yetarli emas. Konstitutsiyamizga ko'ra har bir fuqaroning mulki daxlsizdir. Bu degani hech kim sud qarorisiz sizning mulkingizga tegishga, uni olib qo'yishga haqqi yo'q. Shuning uchun ulardan yozma ruxsatnoma yoki sud qarorini talab qiling. Agar bunday hujjat bo'lmasa, ularni uyga kiritishdan bosh tortishga haqqingiz bor. Ikkinchidan, ularning barcha harakatlarini videoga oling yoki suratga tushiring. Bu sizning qo'lingizdagi eng kuchli dalillardan biri bo'lishi mumkin. Telefoningizni olib, ularning xatti-harakatlarini, ularning so'zlarini yozib oling. Bu keyinchalik sudga murojaat qilganingizda yoki boshqa huquqni himoya qilish organlariga shikoyat qilganingizda juda foydali bo'ladi. Uchinchidan, hech qanday hujjatga, ayniqsa tushuntirish xatiga yoki musodara dalolatnomasiga o'qimay, tushunmay turib imzo chekmang. Agar ular sizdan biror narsaga imzo chekishni talab qilsa, men o'qib chiqaman, tushunib, keyin imzo chekaman deb ayting. Agar siz tushunmasangiz, darhol o'z qo'shnilaringizni, mahalla faollarini chaqiring, ulardan guvohlik berishni so'rang. Bu mahalla faollari, ayniqsa mahallaning oqsoqollari, bu masalada sizga yordam berishlari shart. Ular keksalarni himoya qilishga majbur. To'rtinchidan, agar chorva mollarini musodara qilishga urinishsa, darhol huquqshunosga yoki advokatga murojaat qiling. Telefon raqamlarimizni eslab qoling. Biz har doim sizga yordam berishga tayyormiz. Imkon qadar darhol yuridik yordam olishga harakat qiling. Bu vaziyatda har bir daqiqa qimmatli. Beshinchidan, mahalla fuqarolari yig'inini tashkillashtirishga harakat qiling. Agar bu muammo faqat sizga tegishli bo'lmasa, balki bir nechta qo'shnilaringizga tegishli bo'lsa, birgalikda harakat qiling. 10-20 kishi birgalikda shikoyat qilsa, bu bitta kishining shikoyatidan ko'ra samaraliroq bo'ladi. Mahalla faollari, keksa yoshdagilar, jamoat birlashmalari rahbarlari sizning tarafingizda bo'lishlari kerak. Ular sizni himoya qilishga majbur. Unutmang, sizning chorva mollaringiz, bu sizning shaxsiy mulkingiz. Xususiy mulk esa konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilingan. Hech kim shunchaki kelib sizning mol-mulkingizni tortib olishga haqqi yo'q. Ayniqsa nafaqaxo'r qariyalarimizga nisbatan bunday adolatsizlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir qiladi.
Biz keksalarni hurmat qiladigan, ularning mehnati va hayot tajribasini qadrlaydigan xalqmiz. Bu kabi choralar bizning milliy qadriyatlarimizga, mentalitetimizga zid keladi. Aziz yurtdoshlar, o'ylaymanki, endi siz oz mulkingizni, oz mehnatingiz mahsulini himoya qilish uchun nima qilish kerakligini tushundingiz. Bu bizning umumiy muammomiz, bizning umumiy gamimiz. Shunday ekan, davlatning yangi gamxo'rligi ostida bizning nafaqaxo'rlarimiz oz tomorqasidagi tirikchilik manbalaridan butunlay ayrilib, ertangi kuniga umidsiz qarab turish kerakmi? Siz bu savolga qanday javob berardingiz? Oz javoblaringizni sharhlarda qoldiring. Biz sizning fikringizni bilishga intilamiz. Hammamiz birgalikda kuchliroqmiz. Oz huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Ko'rishguncha